Bugun sizlar bilan qimor to'g'risida gaplashmoqchidim. Agar qimor o'ynayotgan bo'lsanglar, bu ishinglarni yig'ishtiringlar. Yaxshiligiga olib kelmaydi. Bir payt, 1-2 yil oldin YouTube kanal yurg'izardim. Bitta videolar qo'yib anaqa berardim. 80 mingtadan oshiq obunachi bor edi. Xullas, yaxshigina prosmotr bo'lardi. Shorts qo'yardim, boshqa narsa qilardim. Endi bir kun yozib qoldilar. Adin Xbetdan yozib qoldi. Hamkorlik qilamiz, reklama anaqa bergin deb. Bizani anaqa har bitta rolik qo'yganingda bizani emblemani qo'ygan. Xullas, har bitta reklama qo'yganda $500 taklif qilganda o'sha paytda menga. Men rad etganman. Chunki bu yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi o'zimga ham. O'shani uzoq hamkorlik qilamiz. Kuniga 3 ta video qo'ysang ham bizani emblemani qo'yib reklama qilib bersang $500 beramiz. Kuniga $1,500 to'laymiz degan. Ular katta pul to'lashga ham majburda, anaqa tayyor hamda. Odamlarni shu botqoqga tortish uchun, pul ishlash uchun. Ular har doim plusda bo'ladi-da. Shu 1000 o'ynasanglar ham, boshini qilsanglar ham, ading XP o'ynaysizlarmi? Uni har xil chiqib ketgani, musbat ham bor. Onlayn qimor rivojlanib ketgan. O'ynamanglar, xonavayron bo'lasizlar. Nechta odam xonavayron bo'lib, oilasidan ajrab, parakonda bo'lib ketganda, to'g'risi. Bu yo'ldan qaytinglar. Agar kimdir o'ynayotgan bo'lsanglar, tanishinglar bo'lsa, iloji bo'lsa, bu yo'ldan qaytaringlar. Bu yo'l yaxshiligiga olib kelmaydi.